Qo'liga. Biz Buxoro viloyati Qorako'l tumanidan tashrif buyurganmiz. Muhammad Yusuf ilmiy ijodini o'rganamiz. Muhammad Yusuf ilmiy ijodini o'rganamiz. Oilamiz bilan birgalikda 15 yildirki Muhammad Yusuf ilmiy ijodini o'rganamiz. Azizlarim, Hazrati Jaloliddin Rumi aytgandek, agar bu dunyoni oddiy ko'z bilan qarasak, oddiylikni ko'ramiz. Aql ko'zi bilan qarasak, ilmini ko'ramiz. Ishq ko'zi bilan qarasak, bu dunyoning ishqini ko'ramiz. Ruh ko'zi bilan ko'rsak, Allohning qudratini ko'ramiz atrofimizda. Muhammad Yusuf she'riyatida hali sevgi, muhabbat deb tarannum qiladi. Oddiy, sodda deydilar. Oddiyligi qayerda uni? Hali Jaloliddin Rumi aytganidek, ichidadir. Oddiylik, samimiylik, soddalik ichida mukammallik yashiringan. Oddiylik, soddalik, samimiylik ichida mukammallik yashiringan. Kimki oddiy, sodda, samimiy bo'lsa, u mukammal odam. Kimki takabbur bo'lsa, unda hech nima yo'q. Shunda Muhammad so'zda mana biz tasavvuf Maxtumqulning ekizagini topganmiz. Aslida Muhammad Maxtumqulning ekizagi. Unda ishq nisbat bor. Ishq faqat Allohga nisbatan, sevgi yorga nisbatan, muhabbat borliqqa nisbatan, ishq Allohga nisbatan. Qo'ling gulga aylansin yor kuchganda. Laqcha cho'q ham ho'plagin suv ichganda. Yuraging karvon bo'lib ko'chganda. Ishqdan olis savdo bormi, birodar? Oshiqlarning orasida hakam yo'q. Darding aytsang eshitguvchi odam yo'q. Ishq dardiga ishqdan o'zga malham yo'q. Bundan og'ir savdo bormi, birodar? Bak bu yorug' olamga bir o'girilib, Kimlar yashar jonining bir to'g'ralib, kimlar yashar qobig'iga o'ralib. Dardsizlik bedavo bormi, birodar? Ayam boqma, bu dunyo bir kam. Bir birovga o'zing muhtoj bo'lsang ham, O'zga dardi o'ldirmasang o'lsang ham. hayotingda mana bormi, birodar? Lokin netar ko'kda ko'zi o'tmasa. Sendir qalamingni so'zi o'tmasa, Vatan desang o'tgan turib ketmasa. She'r yozishga balo bormi, birodar? Ana shunday, bu ana Muhammad Yusuf ishqi bilan yozgan. Muhammad Yusuf she'rni qog'oz qalam bilan yozmagan, qalb qalami bilan yozgan. Muhammad Yusuf xalq shoiri bilan birgalikda u Alloh tanlagan haq shoiri. Haq shoir o'zi. Muhammad Yusuf she'rlari tarbiya maktabi, hozirgi hayotiy maktab, madaniyat, ma'naviyat juda katta. Vatanga bo'lgan ishqi uni so'z bilan, til bilan ta'riflash ojiz. Vatanga, nafaqat vatanga, onaga, jonli jonzot tabiatga bo'lgan yorga nisbatan ta'rif